Joriy yilning 5-11 yanvar kunlari Yoshlar ishlari agentligi tomonidan respublikamizdagi barcha mahallalarda mazmunli ta'til dasturi doirasida qator sport, madaniy va intellektual tadbirlar tashkil etildi. Xususan, mini futbol, kibersport, shaxmat va shashka musobaqalari, quvnoq startlar, milliy karaoke tadbiri, shuningdek, ibrat farzandlari, mutolaa hamda zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Loyiha doirasidagi ana shunday tadbirlardan biri O'rta-Chirchiq tumanida bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Mazkur intellektual bellashuvda tumanning bir qator mahallalaridan shakllantirilgan jamoalar ishtirok etdi. O'yin jarayonida qatnashchilar tarix, fan, texnologiya, mantiq va zamonaviy bilimlarga oid savollar orqali o'z bilim va salohiyatlarini sinovdan o'tkazdi. Bellashuv shartlariga ko'ra, jamoalarda qisqa vaqt ichida to'g'ri va asosli javob berish, jamoaviy fikrlash hamda mantiqiy tahlil talab etildi. Zakovat o'yini yoshlarning bilim doirasini kengaytirish bilan bir qatorda ularda mustaqil fikrlash, tezkor qaror qabul qilish va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirmoqda. Ayniqsa ushbu bellashuv orqali uyushmagan yoshlarning qamrab olinishi intellektual muhitni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zakovat savollari juda mazmunli, qiziqarli va mantiqiy fikrlash bo'yicha bo'ldi. Eng yoqtirgan savolim bu aldagan odamlarni yoqtirishmaydi, lekin o'zlari ham aldaydilar. Ular kimlar degan savol bo'ldi. Javob esa bu futbolchilar edi. O'rtoqlarim, sinfdoshlarim bilan ko'proq futbolga qiziqqanimiz uchun mana shu savolga mantiqiy fikrlab to'g'ri javob topishga muvaffaq bo'ldik. Mana shunaqa tadbirlar o'qishni qoldirmasdan olib borishga yordam berishadi. Mana shunday intellektual musobaqalar mahalla darajasida o'tkazilishi kelgusida tuman, viloyat va respublika bosqichlari uchun iqtidorli yoshlarni aniqlashda muhim bosqich vazifasini bajaradi. Qishki ta'til davrida tashkil etilgan Zakovat intellektual o'yini yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. Bunday tadbirlar yoshlar bilan ishlashda bilim va tafakkurga asoslangan yondashuvni yanada mustahkamlab, kelajak yetuk kadrlarni tarbiyalashga zamin yaratmoqda.